Хорошо. Вот и снял в кассу. Так. Bitta tozalab beramiz mana. Yarlanmasi yemarilib yuribdi-da. Assalomu alaykum do'stlar. Mana yuzini tozalab oldikda buni. Matestiki. Besta bu, ha, bestikida. 4 talikki. Xo'sh, juda ham bo'lmagan ekan. Ya shunday qilib boyagi burchalar bilan tozalab olinadi bu birinchi. Burchalar bilan tozalab chiqamanda yana tozalanadi chala biza. Hammasi tozalanadi. Argonga qo'yamiz. Boshlaymiz tozalashni. Da. Ben shuni qilib qo'yib beramiz. Sal tezlashtirib olganman buni. Shunday qilmasak cho'zilib ketadi-da, savti quyiladi-da, endi vaqtni hisoblasak ancha cho'zilib ketadi. Mana ichidan to'ldirib chiqqandan keyin mana shu ichkaridan nagarni ko'tarib chiqadi. Oppoq bo'lib chiqmaydi-da o'zi. Svarkasi. Keyin mana bitta cho'tga ursangiz oppoqqina chiroyli bo'ladi. Bu keyin frezerga boradi. Frezerni stanokka yuboramiz buni oxiriga. Xo'sh, ozgina yana qo'l mehnati bor. Mana shu kanalchalar chiroyli qilib ochib chiqiladi yana. Xo'sh, men shu kanalga bundan xarob bo'lganlarni taxlab ko'rsatganman. Hamma joy ishlaydi, faqat mana shu suv kanallari juda yemirilib ketganda buni. Endi bu klient kuyine qaraymiz. Kissasi ko'tarmasa yangi ololmaydi-ku. Qo'ldan kelgancha mana shunday qilib chiroyli qilib mana frezerga borib keldi. Bu mana hozir kanalchalarni ochdik-da buni. Filtrni qilib mana tirkilatga ham chotki joyiga tushadi. Tayyor. Bitta moyka qiladi-da, motoringiz tamom bosadi. Xo'sh, video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariy yozing. Mehnatimizga bitta like bosishni ham unutmang. Podpiska qilib qo'ying. Bundan ajoyib videolarni tutib olib, Gulishit tillamani Nexia 3 Gentra'nikini ham chiqardik. Videolar chiqadi.